Voy rahmat adajon. Oyimni ham tabriklab qo'ying. Xo'p. Kim aytasiz? Adamlar telefon qildilar, 8-mart bilan tabrikladilar. Bayram eslaridan chiqmabdi. Qayerga ketyapsiz? Nuqul bayram kuni qaqqadir ketib qolasiz. Bo'ldi qilasanmi? Eshityapsizmi, sizga gapirolmadim. Hachab og'izni ham tabriklab qo'ymadingiz bunda. O'chir ovozingni. Akam kelibdilar. Hech narsa bo'lmagandek kulib pusib olgan. Tushundingmi? Xo'p. Aka, assalomu alaykum. Ya vaalaykum assalom. Eshik ochishing muncha qiyin. Yaxshimisan? Yo'qlab kelmasam bormaysan ham o'zing. Tuzumsan kelmaysizmi? Keling, uyda men ishdan qaytib o'tirdim. Bayram bilan bir tabriklab ketdik dedim. Qani kelin. Shu yerda ichkarida. Yur keting. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Hozir ovqatga qarang. Aka, yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi keldim. Xo'p, uka. Eshik tagida hamma narsani eshitdim. Hamma oilada bo'lib turadi. Men patarkani olasan-da. Kelinni bayram bilan tabriklab qo'yaman. Qani Allohomi, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Ozgina o'tirsangiz bo'lardi, aka. Meni ishlarim ko'p. Yaxshi o'tiringlar. Urushqiman. Voy, ketib qoldilarmi? Ha, ketib qoldi. Onasi Rusanga 8-martga bayramlar bilan. Rostdan. Voy, rahmat dadasi. Uzr, meni kechiring. Esingizdan chiqib qoldi deb o'ylanmanda. Baxtli oilalarni ko'z tegmas.